Aka, yo'q dedim, bo'ldi. Siningizga ham, adangizga ham, uyingizga tushuntiring. Bola yo'q dedi, deymi? O'ylab ko'rmaysizmi? Yo'q, o'ylab ham o'tirmayman aka. Yo'qmi? Yo'q, bo'ldi. Mayli aka, qarang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uka bir narsa so'ramoqchi edim. Aha. Nima hamma kelib turib sendan bir narsalar gapirsa, yo'q deysan? Benzinlaring bor-ku. Ha, yo'q, benzin to'g'risida gaplashmadik. Nima haqida gaplashdik? Haligi men uylanishim kerak edi. Ha. Shu bankda ishlardim-da oldin. Ha. Uylanishga uchrashuv chiqsam, shu qaynatalar chaqirib meni tanlashardi. Ya bo'lmaydi, ya unaqa deyishardi. Zapravka ishga kirgandan beri men tanlaydigan bo'lib ketdim. Barakat top. Mana qara, mana qizim bor. Ha. Uylanaman desang. Ko'rsangchi. Sir bo'lmasa nima ish qilasiz o'zingiz? Menmi? Sen menga uylanasanmi, qizimga uylanasanmi? Ha? Qizingizga uylanaman. Qizimga uylansang, qizim olima. O'rta Osiyo bo'yicha yoqilg'ilarning sifati haqida dissertatsiya yoqlagan. Bu uchrashaylik bo'lmasam. Uchrashaylik. Qatta ko'rgansan, Tog'orani chelakka o'rtoq bo'lganda, qarindosh bo'lganda. Voy, tog'orangiz o'zingizga buyursin. Bo'pti, surbetdan bola paqir